Dam olish kuni jin ursin. Paragvay prezidenti davlat bayramini aynan shunday e'lon qildi. Paragvay Germaniyani musobaqadan chiqardi. Nemislar jahon chempionati bilan 1-16 finaldayoq xayrlashdi. Mana bu mundialning eng katta sensatsiyasi. Paragvayliklar asosiy vaqt va qo'shimcha daqiqalarda matonat bilan himoyalandi. So'ngra hammasi penaltilar seriyasida hal bo'ldi. Natijada Paragvay tarixiy g'alabani qo'lga kiritib, Germaniyani musobaqadan chiqarib yubordi. Prezident Santiago Penya Germaniya ustidan qozonilgan tarixiy g'alabadan so'ng hissiyotlarga boy post yozdi. Paragvay hech qachon taslim bo'lmaydi. Endi esa bu g'alabani bemalol nishonlash mumkin. Ertaga ish kuni emas. Mamlakat ko'chalarida bayram boshlandi. Mashinalar tinmay signal chalmoqda. Odamlar esa tarixiy g'alabani katta shodiyona bilan nishonlamoqda. Qiziq tomoni, Germaniya bu jahon chempionatida ketma-ket ikkita davlatga dam olish kunini sovg'a qildi. Avval Ekvadorga, endi esa Paragvayga. Jahon chempionatiga oid eng qiziqarli va so'nggi yangiliklarni